Assalomu alaykum, hurmatli chambaravishlar. Sizlar bilan Asilbek, sizlar Aravasoz kanalidasizlar. Bugun sizlarga navbatdagi Jiguli avtomashinasini sotuvga chiqdi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa sizlar bilan hozir obzordan qilamiz, tashrif o'tamiz. Kimda-kim Jiguliga qiziqayotgan bo'lsa, mana Jiguli bitta g'unojim puliga, ya'ni sal normalroq, dadilroq g'unojim bo'lsa, o'shanaga ham almashib yuboraman deyapti. Hurmatli Jiguli ishqibozlari, chambarakdoshlar, avtomobilchamizni ko'rinishlari mana oldi-yon ko'rinishlar bilan ko'rsataman. Bitta atrofni aylantiraman, keyin tanishtirib o'tamiz. Orqa tonirovka urilgan, normal. Kraskalari ham o'ziga yarasha bor, ustiga asfijit qilib sepilgan, polni asfijit sepilgan. Orqa tomonlari kapotlarni bitta shu vaqt ko'ramiz. 65 talik gaz ballonlari bor, zapaskasi bor. No, yurib beradi. Если что, dam chiqib ketib qolsa, normalligini. Ballonlar ideal holatda, pash yab yangi. Power King diskalar taqilgan hamma joylari. Eshiklarini mana ochib olishlari. Salonroq. Ichki salonlarni ko'rsatamiz sizlarga. Mana orqa sidinlari ham yumshoqqina sidinachalar qo'yilgan. Ichkarilari orqa oldi tonirovka qilingan. Tonirovka sal hozir eskigan, lekin bir almashtirib olsa bo'ladi. Ichkari salonlarini ko'ramiz. Eshik shubkalari. Mana salonchalar normal turibdi mashinani. Yurgan probeklarini ko'rib turibsizlar agar o'ziniki bo'lsa. Magnitofonlari, xullas, torpedalar. Mashina haydashga normali tayyor turibdi. Xullas, oldi oynalari ko'k rangda sho'ylashtirilgan. Xullas, qadrli chambarakdoshlar, avtomobilimiz Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida Beshtarqat qishlog'ida joylashgan. Avtomobilimiz yili 76, metan gazlar o'rnatilgan, 65 talik, 8 diskalar bilan jihozlangan. Motor holatlarini bitta ko'rsataman sizlarga hozir. Mana qadrli chambarakdoshlar, motor qismlari, metan gazlar yuqorida aytib o'tgandek holatchalari o'rtacha holatda turibdi. Xullas, avtomobilimizda yuqorida aytgandek yili 76, metan gazlari bor. Xullas, egalari 20 million so'rashyapti. Agarda ina-bola sigir bo'layotgan bo'lsa yoki bir yaxshi baquvvatroq homilador g'unojim bo'lsa ham kelishamiz deyapti. Kelib telefon qilishlaringiz mumkin. U 20 million degan taqdirda ham o'zlaringiz savdolashlaringiz mumkin. Ko'ndirsanglar bo'ladi. Xullas, mana shu pastdagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, savdolashinglar. Omadlaring bersin.